Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va bugungi videomizni tomosha qilayotgan qadrli tomoshabinlar. Bugun har birimiz uchun juda ham muhim shoshilinch xabarni yetkazish uchun yig'ildik. Bu mavzu nafaqat hozirgi nafaqaxo'rlarga, balki yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan har bir fuqaro, hatto yoshlarimiz uchun ham o'ta dolzarbdir. Gap nafaqa to'lovlari tartibidagi jiddiy va muhim o'zgarishlar haqida ketmoqda. Bu o'zgarishlar sizning hamyoningizga, oilaviy byudjetingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu yangiliklarni bilmaslik sizni jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi yoki aksincha imkoniyatlardan mahrum qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Birorta ham muhim detalni o'tkazib yubormang. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va shu videoga like bosishni unutmang. Sizning faolligingiz bizga yanada foydali kontent yaratish uchun ilhom beradi. Keling, avvalo muammoning mohiyatiga chuqur kirishaylik. O'tmishda nafaqa tizimi uzoq yillar davomida ma'lum bir tartibda ishlagan. Nafaqalar odatda har oyning ma'lum bir sanalarida, ko'pincha oyning birinchi 10 kunligi ichida bank kartalariga o'tkazilar yoki pochta orqali uylarga yetkazilar edi. Bu tartib ko'pchilik uchun yillar davomida tanish va barqaror edi. Nafaqaga chiqish uchun murojaat qilgan fuqarolar ish stajlari va ish haqi ma'lumotlari asosida hisob-kitob qilingan ma'lum bir miqdorni olishga odatlangandi. Misol uchun, shaxsning oxirgi 5 yildagi eng yuqori o'rtacha oylik ish haqi hisobga olinib, u ma'lum koeffitsiyentlarga ko'paytirilgan va shunga asoslanib nafaqa miqdori aniqlangan. Bu jarayon nisbatan sodda va tushunarli edi, ammo vaqt o'tishi bilan uning ayrim kamchiliklari yuzaga chiqa boshladi. Masalan, ba'zi bir adolatsizlik holatlari, ayniqsa uzoq yillar ishlagan, ammo oxirgi yillarda maoshi past bo'lgan fuqarolar uchun nafaqa miqdorining past bo'lishi kabi vaziyatlar kuzatilgan. Shuningdek, nafaqa to'lovlarining barqarorligi va tizimning moliyaviy mustahkamligini ta'minlash bo'yicha ham doimiy ravishda yangi yechimlar izlanar edi. Endilikda esa yangi qonun hujjatlariga asosan nafaqa to'lovlarining uslubi, hisoblash mexanizmi va hattoki ba'zi hollarda to'lov muddatlarida ham sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Asosiy o'zgarishlardan biri bu nafaqalarni hisoblashda ish staji va ish haqi koeffitsiyentlariga yangicha yondashuvdir. Agar ilgariroq nafaqa miqdori asosan oxirgi ish joyidagi yoki oxirgi 5 yildagi maoshga bog'liq bo'lgan bo'lsa, endi nafaqa miqdorini hisoblashda butun ish staj davridagi ma'lumotlar yanada chuqurroq tahlil qilinadi. Bu nafaqa miqdorini adolatliroq qilishga qaratilgan harakatdir. Shuningdek, nafaqa to'lov usullarining diversifikatsiyasi ham muhim ahamiyatga ega. Endi fuqarolarga nafaqani olish uchun bir nechta variantlar taklif etilishi mumkin, bu esa ularning qulayligini oshiradi. Yangi tartib asosan nafaqa tizimining shaffofligini oshirish, nafaqa miqdorini hisoblashda individual yondashuvni kuchaytirish va har bir fuqaroning mehnat faoliyatiga qarab adolatli to'lovlarni ta'minlashni maqsad qilgan. Bu o'zgarishlar nafaqa tizimini zamonaviy talablarga moslashtirish va kelajak avlodlar uchun ham uning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan kompleks choralarning bir qismidir. Keling, endi bu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqaylik va aynan kimlarga bu yangiliklar qanday ta'sir qilishini tushunib olaylik. Bu o'zgarishlar aslida barcha fuqarolarga ta'sir qiladi. Chunki bu tizimli o'zgarishlar. Ammo ta'sir darajasi har bir shaxsning mehnat staji, ish haqi tarixi va nafaqa turiga qarab farq qiladi. Eng birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu nafaqa hisoblash tartibining o'zi. Ilgari ko'pchilik bilgandek, nafaqa miqdorini aniqlashda shaxsning oxirgi 5 yildagi eng yuqori oylik ish haqi inobatga olinardi. Bu degani, agar biror kishi o'zining mehnat faoliyatining asosiy qismida yuqori maosh olgan bo'lsa-yu, oxirgi 5 yilda maosh pasaygan bo'lsa, uning nafaqasi kutilganidan kamroq chiqishi mumkin edi. Yangi qoidalar esa nafaqa hisobida butun ish staji davomidagi yanada chuqurroq tahlil qilishga imkon beradi. Ya'ni endi sizning butun mehnat daftarchangizdagi qaydlar, shuningdek ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, shu jumladan elektron tizimlardagi ma'lumotlar ham inobatga olinadi. Bu o'z navbatida nafaqa miqdorini yanada adolatli hisoblash imkonini beradi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Asosan o'zining ish staji va ish haqi to'g'risidagi hujjatlari tartibsiz deb bo'lganlar yoki oxirgi yillarda ish haqi bo'yicha qora sxemalarda ishlaganlar xavotirlanishi mumkin. Ya'ni agar sizning mehnat faoliyatingiz to'g'risidagi ma'lumotlar rasmiy ravishda to'liq aks ettirilmagan bo'lsa,
bu nafaqangiz miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, nafaqaga chiqish arafasida bo'lganlar o'zlarining ish stajlari va ish haqi ma'lumotlarini qayta ko'rib chiqishlari kerak. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Rasmiy ravishda to'liq ish stajiga ega bo'lgan, barcha to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirgan va ish haqi to'g'risidagi hujjatlari tartibli bo'lgan fuqarolar odatda bu o'zgarishlardan ijobiy tomonga ta'sirlanishi kutilmoqda. Ularning nafaqa miqdori adolatli tarzda qayta hisoblanishi yoki hatto oshishi mumkin. Keling, 3 ta aniq misol bilan tushuntiraman. Birinchi misol, O'zbekistonning bir qishlog'ida yashaydigan 65 yoshli Ahmad aka umri davomida 35 yil kolxozda oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Uning ish staji to'liq, lekin oylik maoshlari nisbatan past bo'lgan. Eski tartibga ko'ra, uning nafaqasi oxirgi 5 yildagi o'rtacha maoshiga qarab hisoblangan. Aytaylik, u oxirgi 5 yilda o'rtacha 1 million so'm maosh olgan bo'lsa, uning nafaqasi shu asosda masalan 2 million so'm atrofi bo'lgan. Yangi qoidalarga ko'ra esa Ahmad akaning butun 35 yillik ish staji davomidagi maoshlari chuqur tahlil qilinadi. Agar uning ishlagan yillarining ba'zilarida, masalan, kolxoz juda yaxshi ishlagan davrlarda uning maoshi yuqoriroq bo'lgan bo'lsa-yu, lekin bu oxirgi 5 yilga kirmagan bo'lsa, yangi hisoblash usuli bu yuqori maoshlarni ham inobatga oladi. Natijada uning nafaqasi avvalgi 2 million so'mdan masalan 2,5 million so'mga ko'tarilishi mumkin. Bu Ahmad aka uchun kichik bo'lsa ham sezilarli o'sishdir. Chunki endi uning butun mehnat faoliyati adolatliroq baholanadi. Ikkinchi misol. Toshkent shahridan ertaki yoshli Dilbar opa iqtisodchi bo'lib ishlagan. Uning umumiy ish staji 20 yil. Ammo u bolalarni parvarishlash uchun uzoq vaqt dekretda bo'lgan. Shuningdek, turli sabablar bilan bir necha bor ishsiz qolgan. Uning ish stajidagi uzilishlar va har xil korxonalarda ishlagani sababli uning ish haqi to'g'risidagi ayrim ma'lumotlar arxivlarda topilishi qiyin bo'lishi mumkin edi. Eski tizimda agar u faqat mavjud ma'lumotlar asosida nafaqaga chiqqanda, uning nafaqasi erta yoshdagi dekret davrlari va past maoshli ish joylari hisobiga masalan 900 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin edi. Yangi qoidalar esa uning ishlagan davrlarini yanada sinchiklab o'rganishni talab qiladi. Agar Dilbar opa o'zining barcha ish haqi ma'lumotlarini to'liq taqdim eta olsa, shu jumladan ishsizlik nafaqasi olgan davrlarini ham rasmiylashtira olsa, uning nafaqasi kutilganidan balandroq bo'lishi mumkin. Lekin agar u keraksiz hujjatlarni to'play olmasa, yangi tizim unga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Chunki hozir har bir yil uchun ma'lumotlarning aniqligi talab qilinadi. Bu misol hujjatlarning to'liqligi va tartibining muhimligini ko'rsatadi. Uchinchi misol yaqinda oliy o'quv yurtini tamomlagan 25 yoshli Sarvar. U endi mehnat faoliyatini boshlaydi va kelajakda nafaqa oladi. Yangi tizim unga hozirdan o'zining mehnat faoliyatini to'liq rasmiylashtirish va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni elektron tizimlarda doimiy nazorat qilib borish muhimligini anglatadi. Agar Sarvar rasmiy ish haqi olib, barcha ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirsa, kelajakda uning nafaqasi adolatli va yuqori bo'lishi kafolatlanadi. Ammo agar u norasmiy ishlarda ishlashga rozi bo'lsa, bu uning kelajakdagi nafaqasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki norasmiy daromadlar hisobga olinmaydi. Bu misol yoshlar uchun ham hozirdan nafaqa tizimining ahamiyatini tushunish va o'z kelajagini moliyaviy jihatdan ta'minlash uchun mas'uliyatli bo'lish zarurligini ko'rsatadi. Bu o'zgarishlar nimaga kerak edi? Asosiy sabab nafaqa tizimining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash va har bir fuqaroning mehnatiga yarasha munosib nafaqa olishini ta'minlashdir. Bu islohotlar xalqaro amaliyotga mos keladi va zamonaviy talablarga javob beradigan, shaffof va adolatli tizimni yaratishga qaratilgan. Endi esa ushbu yangi qoidalardagi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan nuanslar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar haqida batafsil gaplashamiz. Ko'pgina qonunlarda bo'lgani kabi nafaqa to'lovlari tartibidagi yangi o'zgarishlarda ham umumiy qoidalardan chetga chiqish hollari mavjud. Bu istisnolar ko'pincha ma'lum bir toifadagi fuqarolar, masalan, maxsus mehnat sharoitlariga ega bo'lganlar, shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun mo'ljallangan. Birinchidan, maxsus nafaqa turlari. Masalan, harbiy xizmatchilar, ichki ishlar organlari xodimlari, olimlar va ba'zi tibbiyot xodimlarining nafaqa ta'minoti qoidalari odatdagi fuqarolar uchun belgilangan tartibdan farqi mumkin. Ularning tartibdan farq qilishi mumkin. Ularning nafaqasi asosan xizmat muddati unvon va lavozimiga qarab hisoblanadi.
yangi o'zgarishlar bu toifadagi fuqarolarning nafaqasini hisoblash ularga ham o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Ammo ular uchun alohida normativ huquqiy hujjatlar mavjud bo'lishi ehtimoli yuqori. Shuning uchun agar siz shunday maxsus toifaga kirsangiz, aynan o'zingizga tegishli qonun hujjatlarini diqqat bilan o'rganib chiqishingiz shart. Misol uchun, ko'pchilik harbiy nafaqaxo'rlar o'z xizmat davrida olgan maoshlari va lavozimlariga qarab pensiya olishadi. Yangi tizim bu hisoblash usulini bekor qilmasa ham, ba'zi koeffitsiyentlar yoki xizmat muddati bo'yicha imtiyozlarni qayta ko'rib chiqishi mumkin. Bu esa ularning nafaqa miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchidan, nogironlik nafaqasi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu turdagi nafaqalar asosan shaxsning mehnat qobiliyatining yo'qotilishi darajasi yoki oilaviy ahvoliga qarab belgilanadi. Yangi qoidalar ushbu nafaqalarni hisoblash mexanizmini to'g'ridan-to'g'ri o'zgartirmasa ham, ularni tayinlash uchun zarur bo'lgan minimal ish staji talablari yoki hujjatlarni rasmiylashtirish tartibida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu toifadagi fuqarolar ham nafaqa fondiga murojaat qilib, o'zlariga tegishli aniq ma'lumotlarni olishlari juda muhimdir. Agar siz nogironlik nafaqasi olsangiz va uning miqdori sizni qoniqtirmasa, yangi qoidalar asosida uni qayta ko'rib chiqish imkoniyatini aniqlash uchun mutaxassislarga murojaat qilishingiz kerak. Ba'zida minimal ish staji talablarining o'zgarishi tufayli avval nafaqa olish imkoniyatiga ega bo'lmagan shaxslar endi unga ega bo'lishlari mumkin. Uchinchidan, ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar. Agar siz nafaqada bo'lib turib ishlasangiz, yangi qoidalar sizning nafaqa miqdoringizga qanday ta'sir qilishi mumkin? Avvalgi qonunchilikda ba'zi hollarda ishlayotgan nafaqaxo'rlarning pensiyasi qisman to'lanishi yoki ma'lum bir chegaradan oshmasligi belgilangan edi. Yangi o'zgarishlar bu qoidalarni yumshatish yoki aksincha qattiqlashtirishi mumkin. Masalan, ba'zi mamlakatlarda nafaqaxo'rlar ma'lum bir daromaddan yuqori ish haqi olsalar, ularning nafaqasi kamaytiriladi. Shunga o'xshash mexanizmlar joriy etilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan nafaqaxo'rlar o'zlarining ish beruvchilari orqali yoki bevosita nafaqa fondiga murojaat qilib, bu boradagi aniq ma'lumotlarni bilib olishlari shart. Bu ularning daromadlarini to'g'ri rejalashtirish uchun juda muhimdir. To'rtinchidan, nafaqa turini o'zgartirish masalasi. Ba'zan fuqarolar bir turdagi nafaqadan boshqasiga o'tishlari mumkin. Masalan, nogironlik nafaqasidan yoshga doir nafaqaga yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasidan yoshga doir nafaqaga. Bunday holatlarda yangi qoidalar qanday qo'llaniladi? Odatda yangi turdagi nafaqa tayinlashda shu kundagi amaldagi qoidalar qo'llaniladi. Bu degani, agar siz nafaqa turini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, yangi qoidalar sizning nafaqa miqdoringizni qanday hisoblashni bilib olishingiz va barcha kerakli hujjatlarni tayyorlashingiz lozim. Ba'zi hollarda agar yangi qoidalar siz uchun foydaliroq bo'lsa, nafaqa turini o'zgartirish oqilona qaror bo'lishi mumkin. Beshinchidan, pitfallar va tushunarsiz nuanslar. Eng katta pitfal bu ma'lumotlarning to'liqsizligi yoki noto'g'riligi. Agar sizning ish stajingiz to'g'risidagi ma'lumotlar ayniqsa 1990 yillargacha bo'lgan davrlar uchun arxivlarda to'liq saqlanmagan bo'lsa, sizga qo'shimcha hujjatlar, masalan, ish haqini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. Buni oldindan bilmaslik nafaqani rasmiylashtirish jarayonini sezilarli darajada kechiktirishi yoki nafaqa miqdorining kamayishiga olib kelishi mumkin. Yana bir nuans bu elektron mehnat daftarchalari va elektron ma'lumotlar bazasining roli. Hozirgi kunda ko'plab ma'lumotlar raqamlashtirilgan. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz elektron tizimlarda noto'g'ri aks etgan bo'lsa, bu ham muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun o'z ma'lumotlaringizni tekshirib turish juda muhimdir. Ba'zi fuqarolar, masalan, chet elda ishlaganlar yoki tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanganlar uchun ham alohida nuanslar mavjud bo'lishi mumkin. Ularning nafaqa hisoblash tartibi ko'proq shaxsiy hissa badallariga asoslanishi mumkin. Ushbu barcha istisnolar va nuanslar har bir fuqarodan nafaqa masalasiga jiddiyroq yondashishni talab qiladi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz, amaliy maslahatlar. Bu o'zgarishlar fonida siz qanday aniq qadamlar qo'yishingiz kerak? Sizning moliyaviy barqarorligingiz va kelajakdagi nafaqangiz miqdorini saqlab qolish yoki oshirish uchun nimalar qilishingiz zarur? Birinchi navbatda o'zingizning hozirgi nafaqa miqdoringizni va uning hisoblash asoslarini aniqlashingiz kerak. Agar siz allaqachon nafaqaxo'r bo'lsangiz,
Naqtafa fondidan sizga qanday hisob-kitob asosida nafaqa tayinlanganligini so'rang. Bu ma'lumot sizning kelajakdagi harakatlaringiz uchun boshlang'ich nuqta bo'ladi. Hujjatlaringizni tartibga solishni hozirdan boshlang. Mehnat daftarchangizni diqqat bilan ko'zdan kechiring. Undagi har bir yozuvning to'g'ri va to'liq ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir xatolar yoki nomuvofiqliklar bo'lsa, ularni hozirdanoq to'g'rilash choralarini ko'ring. Agar sizda elektron mehnat daftarchasi mavjud bo'lsa, uning ma'lumotlarini ham doimiy ravishda tekshirib boring. Ba'zi eski yozuvlar bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish. Yangi hisoblash tartibi butun ish staj davridagi ish haqini inobatga olishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun ishlagan joylaringizdan ish haqi to'g'risidagi arxiv ma'lumotnomalarni olishga harakat qiling. Ayniqsa eng yuqori maosh olgan davrlaringizga oid ma'lumotlarni yig'ish juda muhim. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning arxivlari qayerda saqlanayotganini aniqlash uchun tuman hokimiyatlariga yoki davlat arxivlariga murojaat qiling. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun buni kechiktirmasdan boshlash kerak. Uchinchi qadam davlat xizmatlari markazlariga yoki nafaqaga chiqqan fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash fondiga murojaat qilish. Bu tashkilotlar sizga yangi qoidalar bo'yicha batafsil konsultatsiya beradi va sizning shaxsiy holatingizda qanday harakat qilish kerakligini tushuntiradi. Siz o'zingizning hujjatlaringiz bilan birga borib, nafaqangizni qayta hisoblash imkoniyatlari yoki yangi nafaqa tayinlash bo'yicha maslahatlar olishingiz mumkin. Murojaat qilayotganda pasportingiz, mehnat daftarchangiz, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar va boshqa tegishli hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini o'zingiz bilan olib boring. Ularni bir papkada tartibli saqlang. 4-qadam arizani to'g'ri yozish. Agar siz nafaqangizni qayta hisoblashni yoki unga o'zgartirish kiritishni istasangiz, tegishli arizani namunaga muvofiq to'g'ri to'ldirishingiz kerak. Arizada o'zgarishlar kiritishni so'rashingizning sabablarini yangi qoidalar asosida qayta ko'rib chiqish zarurligini aniq ko'rsatishingiz lozim. Agar biron bir hujjat yetishmasa, mutaxassislardan qaysi hujjatni qayerdan olish mumkinligini so'rang va imkon qadar tezroq uni to'plang. Ba'zi hollarda elektron xizmatlar orqali ham murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Bu haqda ham davlat xizmatlari markazlaridan bilib oling. 5-qadam muddatlarga rioya qilish. Agar yangi qoidalar bo'yicha nafaqani qayta hisoblash uchun ma'lum bir muddat belgilangan bo'lsa, bu muddatni o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. Muddatlarni o'tkazib yuborish sizni ba'zi imtiyozlardan mahrum qilishi mumkin. Ma'lumotlarni doimiy ravishda yangilab turish va rasmiy manbalardan xabardor bo'lish juda muhim. Nafaqaga oid qonun hujjatlaridagi o'zgarishlarni muntazam kuzatib boring. Bu sizga kutilmagan vaziyatlarga tushib qolmaslikka yordam beradi. Qadrli tomoshabinlar, bugun biz nafaqa to'lovlari tartibidagi juda muhim o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Bu o'zgarishlar har bir fuqaroga, har bir oilaga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan jiddiy masaladir. Esingizda bo'lsin, ma'lumotga ega bo'lish. Bu sizning moliyaviy kelajagingizni himoya qilishning eng muhim qadamidir. O'zingizning huquqlaringizni biling, hujjatlaringizni tartibli saqlang va kerakli choralarni o'z vaqtida ko'ring. Videoni diqqat bilan tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bizning kanalimizda siz har doim dolzarb va foydali ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Sog' bo'ling, omon bo'ling.